Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek kecha kanalizatsiya ishlarini ham boshlaganmiz. O'zimiz ishlab turgan xonadonda bu tarafdan sovuq suv kirib kelgan. Bu tarafdan ko'rib turganingizdek sovuq suv montaji, ko'chani qazib kecha ko'mildi. Endi hozir bu yerdan bu tarafga qarab kelsak, mana bu yerdan ikkita bo'lmaga, bu xonaga alohida, bu xonaga alohida ichkaridan kanalizatsiya turbalari chiqib kelgan ko'rib turganlaridek. Kanalizatsiya turbasidan sotka 100lik turba bu tarafdan chiqib kelgan, sotka 100lik. Undan keyin mana bu tarafdan ikkinchisi chiqib kelgan, xudo xolasa. Ko'rib turganlaridek do'stlar. Kecha traktor kelib qazib ketgan yo'llarni. Bugun yana mana shu darvozadan kiraverishga, darvozaning yoniga bitta yana bitta katta kolodez tashlanadi. 4 tala qilib chuqurligini. Yani 370 deb turibdi, 4 metr qilib tashlash maqsadida 90lik kolodezdan. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting.